Bularni обязательно kesib chiqish kerakda. Men bitta odatim borki, endi buni ko'pchilik qo'llasa kerak. Bolaga, o'zimga xullas umuman narsa olganimda dazmol qilaman. Dazmol qilib keyin kiyman. Hamma narsani iloji bo'lsa yuvaman. Iloji bo'lmasa dazmol qilaman. Dazmol qilmasam men buni bilmasdim-da. Instagramda hamma radon sumka yig'ib yurgan paytda men bu minichalarni, ishtonchalarni ichini tozalab yurdim-da. Mana shuncha narsa chiqdi. Oyoqchalari ilinadi, tirnoqchalari nozik bo'ladi bolachalarni. Juda ham yaxshi bilamiz. Yosh onalar bo'lsa bilmadim, bu narsaga ahamiyat beradimi, ahamiyat bermaydimi. Mana hamma joyda ipchalar bor. Bolachalarga endi shu ishton olinar ekan, bundan boshqasi bo'lmas ekan. Yangi tug'ilgan ninichalarga shunaqa ishton olish kerak ekan. Tim bo'li o'g'il bola bo'lsa ko'proq olish kerak ekan. Tez-tez almashtiriladi, pampers kamroq taqishga harakat qilinadi. O'g'il bola ozgina nozikroq bo'lar ekan. Bu tarafdan bularni hammasini iplari tozalandi. Tekshirib chiqamiz, bittama-bitta tekshirib chiqamiz. Dazmol qilamiz. Обязательно dazmol qilishimiz shart. Sababi bizni qo'limizga yetib kelguncha bu narsalar nimalardan, qanaqa chig'iriqlardan o'tgan. Misol uchun zavoddan material chiqqan, misol u material qanaqa holatda turganda, keyin chevar uyiga borgan, buni tikishgan, qanaqa holatda tikilgan bu. Biz o'zimiz ko'nglimiz uchun ham har doim narsa sotib olgan paytimizda, hozir qanaqadir viruslar, qanaqadir bakteriyalar zamonida yashayapmiz-da, to'g'risi ham. Men o'zimning 12 yosh qizim bor, shu qizimga narsa olsam ham Bastianni dazmol qilaman, Bastianni yuvaman, kerak bo'lsa yuvib, quritib keyin kiydiraman. Birinchi olib kelib bu sразу kiydirib, aniqsa ichki kiyimlarni juda ham hushyor bo'lish kerak. Mana bu ham xuddi shunaqa narsa. Menimcha endi yangi tug'ilgan chaqaloqqa o'zimga ham soch pastel, nima bo'lsa ham обязательно yuvaman, обязательно o'sha dazmol yeyman. Mana shunaqa qilib keyin uni ishlataman. Har doim bola yig'laganda qorni chiqib yoki tegi yomon bo'lib qolib yig'lamaydi. Mana shunaqangi muammolar bo'ladi bolada ham. Mana shu narsani ayta olmasdan yig'laydi. Ular yig'lab gapirishadi. Biz uni tushunishimiz kerak baribir.